Assalomu alaykum hurmatli televizor ko'ruvchilar. Dunyo Uyg'ur qurultiyi to'g'ri televiziyasi kundalik xabarlar programmasiga xush keldinglar. Men Hidoyat Musajon. Hammanglarning mush vaqtda xayrlik bo'lsin. Aziz ko'ruvchilar, tuvanda diqqatinglar bugungi xabarlar programmasining tafsilotida bo'lsin. Xitoyning Zuvani hisoblangan Shinxua agentligining xabaridan ma'lum bo'lishicha, Amerika davlat xavfsizlik maslahatchisi Jek Sullivanning 14 mart kuni Xitoy siyosiy byuro a'zosi, Xitoy Markaziy tashqi ishlar xizmat komitetining mudiri Yang Jiechi bilan Italiya poytaxti Rimda o'tkazgan Ukraina vaziyati haqidagi suhbati jarayonida Uyg'urlar masalasi mutlaqo ilingan. New York vaqti gazetining aytishicha, suhbatda Jek Sullivan Yang Jiechini Rossiyaning Kreml saroyi Ukrainaga tajovuz qilishning badalini to'lash uchun qiynalayotgan bir vaqtda uningga harbiy va iqtisodiy yordam bermaslik to'g'risida ogohlantirgan. Amerika Tashqi ishlar ministrligi bayonotchisi Ned Price bu vaqtda 14 mart muxbirlarga qilgan so'zida Xitoyni agar u Rossiyani qo'llasa, uning bir oqibati bo'ladiganligi haqida ogohlantirganligini aytgan. Ned Price mundaq degan: Davlat xavfsizlik maslahatchisi va bizning vakillar o'mikimiz Xitoyning tajovuzchilik masalasida Rossiyani qo'llaganligiga bo'lgan andisini, shundaqla bunda qo'llashning Xitoy bilan bizning munosabatimizga emas, dunyoning boshqa joylari bilan bo'lgan munosabatiga ta'sir ko'rsatadiganligi, buning Yevropa, Hind Tinch okean rayonidagi ittifoqdoshlarimizni o'z ichiga oladiganligini bevosita va noyiti aniq ravishda o'ttirg'a qo'ydi. Oqsaroydagi amaldorlar suhbatining jiddiy o'tganligi, vaziyatning shu vaqtdagi ig'irligi aks etganligi, shuning bilan bir vaqtda o'zaro fikr almashtirishning ochiq oshkor bo'lganligi, ammo konkret natijasi bo'lmaganligini aytgan. Suhbatning oldida Oqsaroydagi amaldorlar Sullivanning suhbatda agar Xitoy Rossiyani qo'llasa, uning dunyoda yetim qoladiganligi to'g'risida ogohlantirganligini bildirgan edi. Lekin Xitoyning Shinxua agentligi Yang Jiechining so'zini naql keltirib, Xitoyning Ukrainadagi to'qinishni suhbat bilan hal qilishni olg'a surdiganligi, uning Xitoy taraf yolg'on uchur tarqatadigan, Xitoyning maydonini burmalaydigan, haqoratlaydigan har qanday so'z va harakatga qat'iy qarshi turdi deganligi. Shundaqla yana Amerikani Tayvan masalasidagi va'dasida harakati bilan amaliyati birdek emas deb ko'rsatganligi, Xitoyning Sharq Turkiston, Tibet, Hong Kong qatorliq masalalardagi maydonni sharhlab, chet el kuchlarining ichki ishlariga aralashishiga yo'l qo'yilmaydi deganligini bildirgan. Noruz bayrami yaqinlab kelayotgan bir paytda vatan ichi va sirtidagi xalqimizning alohida sevgisi va hurmatiga sazovor bo'lgan Qozog'iston Uyg'ur teatrining peshqadam artisti Ruqiyam Sattorova xonimning 14 mart kuni 78 yoshida olamdan o'tishi muhojiratga qarindoshlarimizni cho'nqur azoblantirdi. Dünya Uyghur Qurultayının raisi Dolqun Aysa Efendi bu qayg'uli xabar munosabati bilan bugun istansimizga qilgan so'zida Qozog'istonda Uyg'ur madaniyat san'atini qo'g'dab qilish va taraqqiy qildirish uchun butkul hayotini sarf qilgan fidokor va iqtidorli san'atkorimizning vafotidan cheksiz qayg'urganligini ifoda qilish bilan birga marhumaga Allohdan rahmat va oilasidagilarga sabr tiladi. Qozog'iston Uyg'ur teatrining hammamizga tanishliq bo'lgan tabassum san'at kechiligining asosini solgan Ruqiya Sattorovaning komediyalik teatri asarlari, qisqa epizodlari faqat Qozog'iston, Qirg'iziston, O'zbekiston va chet eldagi Uyg'ur jamoati ichida emas, balki vatanimiz Sharq Turkistonda mu keng olqishga erishgan edi. Maputlar mangmaydı, kulaklar anılmaydı, gözler kömeydi. Şundaqdı mı? Tudaqun rahmetlikning 40 nazirga mangdim. Ay, Tudaqun rahmetlik qavatli yaxshi odamdi. İkimizning yosh vaqtlarda ko'nglimiz yaqin. Ruqiya Sattorova o'zining 55 yillik umrini Uyg'ur milliy san'atiga bag'ishlab, har xil janr va mazmundagi sahna asarlarida bosh qahramon obrazlarini yoritib, minglagan tomoshabinlarning olqishiga sazovor bo'lgan san'atkordir. 15 martda Qozog'iston Uyg'ur jamoatchiligi Ruqiya Sattorovani oxirgi safarga uzatdi. Marhuma Ruqiya Sattorova 1943-yili hozirgi Olmuta viloyatining Uyg'ur noyasiga qarashliq Avat yesida dunyoga kelgan. O'rta maktabni bitirgandan keyin u Qurmon G'ozi nomidagi Olmuta davlat konservatoriyasining teatr fakultetini sahna artistlik bo'limini tamomlagan. 1965-yildan boshlab Uyg'ur teatrida ishlagan ham 100 ga yaqin rollarni o'ynagan. U badiiy filmlarni Uyg'ur tiliga ko'chirishga aktiv qatnashgan. Ruqiyam Sattorova 1980-yillardan tortib Yorginov nomidagi davlat san'at akademiyasida nutq texnikasi bo'yicha o'qituvchilik qilgan. Dünya Uyghur Qurultayı İcraiya Komitetining muavin raisi va 2-navbatlik Sharq Turkiston Milliy Kengashi tayyorlik komitetining mas'ullaridan Turg'unjon Alovdin Apandim stansimizning Uyg'ur ovoz suhbat programmasida qilgan so'zida bu yil 5-oyning 26-kunidan 28-kunigacha Germaniyaning Myunxen shahrida chaqiriladigan 2-navbatlik Sharq Turkiston Milliy Kengashida Uyg'ur davosining islom ellardagi ta'sirchanligini yanada oshirishning eng asosli muzokara temalarining biri bo'ladiganligini ta'kidlab mundaq dedi.
Albatta biz 2018-yili açılgan Milliy Kengashda islom dunyosiga davoyimizni tunutish uchun harakat boshlaymiz deb jiq harakatlar qildik. Gerçi biz bu hareketimiz jarayonida to'liq natijaga erishib ketamagan bo'lsakmi, qisman natijalarni qo'lga keltirdik. Masalan, islom davlatlari, hukumatlari bilan aloqa qilgan bo'lsakmi, ularning Xitoy bilan bo'lgan ba'zi bir iqtisodiy va boshqa siyosiy munosabatlari, ya'ni bundoqcha aytganda Xitoyning aldamchilik, ikkiyuzlimchilik siyosati sababidan ular bizni qo'llash tarafdori bo'lmagan bo'lsa-mu, garchi shu islom davlatlaridagi ommaviy tashkilotlar, ya'ni xalqni qo'zg'ash kuchi bo'lgan, xalqni yetaklash kuchi bo'lgan ommaviy tashkilotlarning bir qanchasining qo'llashiga erishdik. Bulupmu Janubi Sharqiy Osiyo davlatlaridagi, Malayziya, Indoneziyadagi va undan boshqa Iroq, Misr va degandek davlatlardagi bir qism cho'ng ommaviy tashkilotlarning qo'llashiga erishdik. Albatta, ular hozirgacha qurultoy bilan hamkorlashib, keyingi vaqtlarda bo'libmi Uyg'ur irqiy qirg'inchilik masalasida biz bilan hamkorlashib, bizni qo'llab, keyingi shu olimpik masalasidami Xitoyda olimpikning echilishining to'g'ri bo'lmaydiganligi haqida masalan xalqaro imomlar kengashi bayonot e'lon qildi. Undan boshqa Yevropa musulmonlar munbiri degan tashkilotmi bularmi bayonot e'lon qildi. Undan boshqa her daim Uyg'urlarning irqiy qirg'inchilikqa duch kelayotganligini bu tashkilotlar o'tirib qo'yib kelyotdi. Mayli o'z xalqiga bo'lsin va xalqaro sahnalarda bo'lsin, bu jihatdan yaxshi unumi bo'ldi albatta. Biz yana bu qatimqi Milliy Kengashdami albatta buni biz texnik kuchlik ep berish haqida muzokaralar olib boramiz albatta. Bununla degandek şu davlatlardagi tashkilotlarning ba'zi rahbarlarini mehmon sifatida chaqiramiz albatta. Ondan boshqa bizning shu o'zimizning Uyg'urlar ichidagi tashkilotlar, shu islomiy ko'z qarashdagi tashkilotlar bilan texmo hamkorlikni kuchaytirib biz texmo shu islom davlatlarining faqat xalqlar ommaviy tashkilotlarla emas, islom davlatlarining hukumatlari, parlamentlarimi bu Uyg'ur masalasiga ko'ngil bo'ladigan holatga shularni ekilish uchun bu qatimqi Milliy Kengashda muzokaralar olib boramiz va qarorlar qabul qilamiz. Undan keyin inshaalloh bu qarorlar bo'yicha jiddiy harakatni boshlaymiz. Yaqında zamonaviy diplomatiya to'g'rida e'lon qilingan bir maqolada ko'rsatilishicha, Rossiya Ukraina krizisi Xitoyning bir bilvoq bir yo'l liniyasini buzg'unchilikqa uchirdi ekan. Chunki Xitoy hozir har qancha qismi Rossiya bilan Ukrainadan tang manfaat ololmaydi ekan. Rossiyaning embargoga uchrashi va Ukrainaning vayronchilikqa yo'liqishi Xitoyning bu ikki davlat bilan qurgan iqtisod balvig'ini uzib qo'yadi ekan. Bu maqolda bayon qilinishicha, Xitoy Rossiyaning eng yaqin sheriki, shundaqla Ukrainaning eng ko'p oshliq eksport qiladigan davlati bo'lib, Ukraina yana Xitoyga aeroplan, dizel motor va harbiy qurollarni sotadi ekan. 2013-yil Xitoy bir bilvoq bir yo'l qurilishini boshlagandila Ukrainani eng muhim strategiyalik rayon, Yevropada keng bozor ichishning darvozasi deb qaragan. 2017-yil Ukraina bir bilvoq bir yo'l kelishimiga imzo qo'ygan. 2021-yil Xitoy bilan qatnash va energiya sohasida 3 milliard dollarlik to'xtam imzolagan. Xitoy shirkatlarimi Ukrainani muhim mablag' silish nishoni qilgan. Masalan, Xitoy oshliq makro hechaklik shirkati Ukrainaga 50 million dollarlik mablag' solgan. Atalmish Xinjiang ishlab chiqarish qurilish biyantuanimi Ukrainadan 50 yillik muklat bilan 100 ming gektar yer huddiga olgan. Navbatda Ukrainaga bo'layotgan urush hamda ukrainaliklarni Rossiyani qo'llayotgan Xitoyga bo'lgan o'shmanligi kelgusida Xitoyning Ukrainadagi manfaatini ziyonga uchratishi mumkin ekan. Yuqorqi maqolda Rossiya Ukraina krizisining bu ikki davlat bilan savdo qilayotgan Xitoyni nihoyatda qiyin ahvolda qo'ydiganligi tahlil qilingan. Birinchidan, Xitoyning Ukraina, Polsha va Rossiya orqali Yevropaga mal to'shiydigan qatnash liniyasi Yevropadagi 23 davlat va 180 shaharni qoplagan bo'lib, 2021-yil Xitoyning Yevro-Osiyo temir yo'li orqali to'shigan mollarining qiymati 9,74 milliard dollarga yetgan.
Holbuki ko'plagan shirkatlar navbatda Rossiyaga yurgizilgan iqtisodiy jazo tufaylidan Rossiya orqali mol kirgizolmaydi ekan. Natijada Xitoyning Rossiya orqali Yevropaga mol to'sh yo'li to'sqinlikqa uchraydi ekan va Xitoy 75 milliard dollarlik ziyonga uchraydi ekan. Ikkinchidan Xitoyning Ukraina orqali Yevropaga mol to'shiydigan poyezdi koronavirusi tarqalgan mezgildimi mol ta'minlash liniyasining muqim bo'lishiga kafolatlik qilgan. Havo va dengiz qatnashining chiqimi va xatari ishib ketgan ahvolda bu temir yo'l Xitoyning Yevropaga mol yetkazadigan birdan-bir tanlashi bo'lib qolgan. Ammo navbatda Ukrainada bo'layotgan urush bu yo'lning ravon bo'lishini to'sib qo'ygan. Yuqorqi maqolda ko'rsatilishicha Xitoy dunyodagi nurg'un davlatlar bilan bo'lgan iqtisodiy munosabatni izchil kuchaytirib kelgan va Rossiya bilan birlikda yangi dunyo tartibi o'rnatishga tirishib kelgan bo'lsa-mu, Rossiyaning Ukrainaga hujum qilishi bilan tang ahvol murakkablashib ketgan. Xitoy bilan Rossiyaning xalqaro tarafidan yetim qoldirilishi qisqa muddatda Rossiyani mag'lub qilsa, uzun muddatda mustabid Xitoyning taraqqiyotini cheklaydi ekan. Xitoyning bir balvoq bir yo'l strategiyasi Xitoyning dunyoga kengaymichilik qilish, boylik manbalarini talon-taroj qilish, namrat, ojiz allarni qarzga bo'g'ib qo'yish orqali siyosiy ustunlikka erish plani bo'lib, xabarlardan ma'lum bo'lishicha Pokiston, Sri Lanka va Afrikadagi ba'zi allar Xitoyning bu to'zg'iga tushib, vayron bo'lish xavfiga duch kelgan. Amerikaning eng chong tor bozori bo'lgan Amazonning mol bilan ta'minlovchi shirkatlarning Uyg'ur majburiy amgaki chidishlik ekanligi bayqalgan. Ochiq-oshkora texnologiya programmasining yaqinda e'lon qilgan dokladida ko'rsatilishicha, Amazonning mol bilan ta'minlovchi Xitoydagi 5 shirkatning Uyg'ur majburiy amgaki bilan bevosita yoki vositalik chidishligi bor ekan. Dokladda Amazon o'zining mol ta'minlovchi shirkatlar tizimligini o'tgan yil 6-oyda yangilgan bo'lsa-mu, biroq bu 5 shirkatning majburiy amgaki chidishlik ekanligi burundan ma'lum ekanligini bildirgan. Dokladda ko'rsatilishicha, tekshirish natijasi Amazonning Xitoyning Sharq Turkistondagi Uyg'urlarni bostirishi, shundaqla uning mol ta'minlovchilar bilan bo'lgan munosabatini yetarli darajada tekshirganligiga qarata savol paydo qilgan. Dokladda Amazon mol ta'minlovchilarining majburiy amgakni ishlatmasligi kerakligi, mol ta'minlovchilarning amgak atkazchiligiga yoki ishchilarni majburlab, tahdidlab, zo'rlab, qochirib va yoki aldab ishlatishiga yo'l qo'ymaganligini aytsa-mu, biroq uning mol ta'minlovchilar tizimligi farqli ekanligini ta'kidlagan. Dokladda aytilishicha, yuqorqi 5 Xitoy shirkatining Li Shun Jingmi, Kangshu Texnologiya, Lansi Texnologiya qatorliq 3 shirkat bevosita majburiy amgakni ishlatadi ekan. Doklad yana qolgan 2 shirkatning, ya'ni Gear Texnologiyasi va Xifi Optik Elektronik Texnologiya shirkatining majburiy amgakka vositlik chetishlik ekanligi. Shundaqla Amerika hukumati ilgari Xitoy Yida guruhining Sanjidagi tarmoq korxonasiga embargo qo'ygan bo'lsa-mu, lekin Amazonning davomli uning mahsulotini sotayotganligini bildirgan. Hurmatli ko'ruvchilar, yuqorida Dunyo Uyg'ur qurultiyi to'g'ri televiziyasi kundalik xabarlar programmasida diqqatingizga sundiq. Keyin qitimliq programmamizni ko'rishaylik. Ko'rishga omon bo'lgaysizlar. Xayr xo'sh. Bizning qinimiz sen uchun ey yurtimiz, fido bo'lsin jinimiz, qon kechib ham jon berib, oxir